Assalomu alaykum. Men Akbarov Sardor Akbarovich. Chirchiq shahrida joylashgan avtomaktab Chirchiqda o'qituvchiman. Assalomu alaykum. Men Hasanova Sabina. Assalomu alaykum. Men Musakulov Xurshid. Hurmatli yurtdoshlar, xususan Chirchiq shahar, Bo'stonliq va Qibray tumani aholisi diqqatiga. Avtomaktabni bitirdingiz, lekin imtihonlarga bora olmayapsizmi? Yoki qo'rquv, hayajonlaringiz bormi? Endilikda bunday muammolarni o'ylashingizga hech qanday sabab qolmadi. Sizlarni ishonchli va 100% kafolatlangan Nazariy va amaliy bilimlarni o'rganishingizga hamda davlat imtihonlarini bittada topshirish uchun Imtihon markazi bilan bir xil bo'lgan amaliy mashq bajaradigan avtodromda tayyorlanasiz. hamda davlat imtihonlarini topshirib kelishingizga kafolatlaydigan tayyorlik kurslarimizni taklif qilamiz. yiliga 1000 dan ortiq o'quvchilarni haydovchilik guvohnomasini olishida ko'maklashamiz. Bizni tanlashingizga asosiy sabablar: birinchisi, Bizda malakali, o'z ishining ustalari o'qituvchilar siz bilan shug'ullanishadi. Ikkinchisi, zamonaviy o'quv-xonalarda nazariy imtihonlarga tayyorlanasiz. uchinchisi, bizda imtihon markazi bilan bir xil bo'lgan 12 ta elementga ega avtodrom mavjud. Xushmuomala va malakali instruktorlar bilan birgalikda avtomobilni hech qanday qo'rquvlarsiz haydashga o'rganasiz. Nafaqat offline, balki onlayn kurslarimiz, ya'ni o'zingizni grafikingizga moslab, O'zingizga qulay bo'lgan vaqtda o'qishingiz mumkin. imtihondan yiqilib, yana qaytib pul to'layman deysizmi? Albatta, yo'q. Biz sizni haydovchilik guvohnomasini olguningizgacha bo'lgan davrda yoyingizda yelkadosh bo'lamiz va hech qanday qo'shimcha to'lovlar olmaymiz. Haydovchilik guvohnomasini olmaguningizcha biz siz bilan birga bo'lamiz va buni birgalikda amalga oshiramiz. Avtomaktab Chirchiqqa xush kelibsiz.